Biz bu işlerini en avval özümüzden, ailemizden. Endi bularga qarab içim serildi. Endi bizning vatanimiz var. Ya balalarım hakikaten benden narazı. Mektep bağında şunday balığa siliştirdi beni. Bu yer işləyətqılı 3 yıl qaldı. 2 saat, 2-də çıxan çağda taң atqı saat 6-ğa tunup ilman canımızım qanmay, hətta ağzımız gəpkimi kəmbiga yerləri cıq başda olğanda özümüzcə nimiş qılmışlıgan demə maşdaq yerdə deydikanmiz yana. Maşu bu yıl sokak bek buldu ya. Özünüz kıldan. Örümçide bulup mu? Endi men Örümçi kelgenden bu yan qar en köp yaqqan bir qish bo'ldi bu. Lekin qar yig'ib bir kundan keyin qarsang yo'llarda hech narsa yo'q. Qar yaqandek emas. Buning sababi nima desang shu tozliqchi shunda jafoliq ishlar ekan. Andaylik mashinalarning oliysin saplab berdi, novchilar bo'ldi degan bilanmi? Yani adam küçük degan mesela o kichik inch qalqalarni yaxshi qilolmaydi. Pokiz bo'lmaydi. Men o'yladim, mana shu tozliqchidek suyimli kishi yo'q haqiqatan. Lekin buning qarta bir astoydil samimiy ashularning so'zini anglagan bir program mumkin. Shu ishlarni sen o'ylash vaqtda shu to'g'ri bir chiqdi. Men o'ylashdim. Hamda to'r bekatining o'zi ashunday bir ijtimoiy masalalarga nisbatan yetakchilik qilish kuchini ashugan asosda bir narsani qilishimiz kerak. Men to'g'risida bir qisqa bir ziyorat filmini ishlagan. Sana bir so'zlab beray. Ben yaqindan buyon jiq tozliqchilarni ko'rishdim-chu. Paranglashgandan keyin bir qancha tozliqchilarningki, tozliqchilarni boshqalarning hurmatlamaslik. Endi bu tozliqchi intayin samimiy aqko'ngil kishilar o'zing bilsa. Am ko'pincha qarasang yana Uyg'urlar ko'proq ekan biz uchraydigan rayonlarda. Endi buningda biz eliqi boshqalarga cho'nchilik qilsak, ya tayqimiz yeymiz, ya bir ish bo'ldi. Tozliqchiga cho'nchilik qilsak, hech kimga qilmaydi. Ben yazları gördüm. Kışlıkında da dem. Kaç güne? Ettiğin saat 4'de. Çıktık. Yolu çıktık. Şu çağda ışık çıkıp bulalık ya. O öyle Örümçi'nin yollarda lık maşinli adette. Lakin akülün karşısına maşin yok. Maşin az, adamdan tazlıkçıl köprek egellaydı. Endi bularga qarab içim serildi. Endi bizning vatanimiz bor.
Bizning ota-onalarimiz masalan shu xil manzarani sen ko'rsang, chidamaydi endi. Ularning hammasi yoshga cho'ng. Yoshga cho'ng, haqiqatan yoshga cho'nglarkan. Jumaxon bilan bizning fotograf. Badoq Jumaxon bilan Jumaxonning mahallasiga berib, shu ko'ginim, ya'ni yo'lda bog'icha tozliqchi. Uningdan boshqa kishilar asos jihatdan oz. Yo'lda mang'ash esqib ketdim, tozliqchi haqiqatan suyimli kishilik. Oqida hech kim yo'q ularning boshqarib turgan, tekshirib turgan. Lekin shunchalik astoydil qarsa. Elik yo'llarning chatlaridagi qarlar bor-ku, girvaklardagi aş meynatlarning hammasi mashinalarda uchib aşaga to'plashadi. Shu mashina tozalamaydi degan. Tozalamaydi u yana. Aş shu odamlar toza ekanda. Shuni ko'rib Jumaxon bilan bu yerga uchratgandan keyin biz tozliqchilarning amaliy ahvolini suratga topdik. Tozalachilarni so'rab baqsanlarmi? Tozliqchilardan so'rdik. Ani tozliqchi mana shu nazarimizga eng hurmatli kishi deb qarsak, qat'iy ortiq ketmaydi. Aş tang kechida qopib ekan bular. Qopib aş shu chaqda qopib ekan. Masalan, u chaqda soat 4 deganda uyquning eng tatli vaqti. Masalan, nurg'ullarimiz shu go'zal tushlarning qo'yinda shirin uyqularga ketib uxlayotgan vaqtimiz. Tang sahar bilan o'z yolg'iz shu sahar bilan sirdishir ekan ular. Boshqa odam yo'q atrofida. Yoki 5-6 birga ishlamaydi ekan. Hammasining bo'lib qo'ygan doirasi bor ekan. Shu ham toza ekan. Endi yana tong yo'rg'andan keyin shu 1 soatlik nashta qilish vaqti bor ekan. Undan keyin yana ishga mashg'ul bo'ldik. Haqiqatan astoydilda bularning tozliq qilish shakllari bo'lsin, ularning nishlar, bular haqiqatan bir shaharning nashtligi ekan. Biz shu nashtlikdan eng burun ishni boshlaymiz-ku. Bu bir cho'ng shaharning nashtligi ekan. Eng avval butkul shaharni tozalaydi ekan, bizga pokizlik ato qildi ekan. Shuna bir kuyimchan ishlik. Endi ash tun kechida hammamiz aldirashli uyga qaytimiz bilsa. Qo'llarimiz axlat bo'lsa, ne o'zi tashlab qo'yib mang'imiz kelib ketadi. Hech kimning axlatini ilib mang'imiz kelmaydi. Ko'mi deyishdi. Ko'midi deymiz. Ana masala va qurib yalag. Bu qish bo'lgandan keyin yala muz tutib ketar ekan. Uni ashula tozalamaydi. Ovlan supurdi ekan shuni. Am bular qarab ko'nglim haqiqatan yerim bo'ldi. Endi shu xil manzilni paydo qilayotgan shular ashundoq qiyin sharoitni tepirayotgan biz ekanmiz. Endi biz shu amaliy harakatimiz bilan bir axlatni oz tashlasak, ashularning bir ishini yengiltirganmiz.
Endi saharda uydan chiqqan chog'imizda pokiz tozalangan yo'llarda mang'ar ekanmiz. Masalan, shu yo'ldan maynat o'tib ketsa his qilsa, "Ma yo'lni tozalaydigan odam yo'qmidi? Kim tozalaydi?" deganda, dastlabki tozalik ishchisi degan bir odam ko'z oldiga keldi. Inson keldi. Lekin pokiz qilib qo'ygankan uni eslamaydi ekansan. Bu azaldan pokiz yeday. Endi kunda biz uxlaganda ular tozalab pokiz qilib qo'ygankan, xuddi shaharlar maynat bo'lmaydigandek his qilib ekanmiz. Azaldan shular qildigan ishdak. Azaldan shunday ishdak, shunday bir tuyg'u bo'lib qoldi ekanmiz. Endi qor yoqqan, qor bak ko'p yoqqan vaqtlari, qor yig'ib olsa an toza ekan. Endi biz bu manzarlarni ko'rgandan keyin, buni suratga tortib bo'lgandan keyin, kunduz bo'lganda bir qancha tozaliq ishchilarini ziyorat qildik. Buning ichida Baynoyisdagi Sayram yesidan, shu Sayram yesida Urumchiga kelib mash xizmatlar shug'ullanayotgan bir akamiz bizga bunda bir gaplarni qilib berdi. Kelgili 18 yil bo'ldi Urumchiga. Lekin men tozaliqqa kirib ishlagili 1 oy bo'ldi. Qar yog'sa soat 2 chiqib ishlaymiz. 6:30 bilan uy kirib choy ichib, 8:30 bilan chiqamiz. Butun kun ishlaymiz. Səhər saat qancha chiqsizlar? Səhər saat 2-də. Qar yağmasa 6:30larda, 7-də chiqib o'zimizning joyini bo'jib etib, 8:30 bilan choyni ichib, yana o'zimizning ishini qilamiz butun kun. Ishlaymiz. Ishlagan 1 oy bo'ldi. Lekin bu yerdagi yurtdoshlar bizga moslashmaydi. Biz ash uyma kirib, mashina nomeri orqali tilib urib, chaqirib chiqyapti. Ba'zilari nima deysan, nimjatigan, misha to'xtama mashina. Sening nimkaring, sen boshliq qilibding deb ba'zilar tillagan bor. Am tillab urishsak, boshliqlar urishimsanglar deydi, ma'qul deymiz. Boshqa ketib bordi kunimiz. Biz o yerim kun deydigan gap yo'q, hozir butun kun ishlab ketib boramiz. 1220 ga keldi qo'limizga olamiz. May shahar nopsliqlar 1600 ga oladi. Bularning shuncha jafoliq ishlaganlar qaraganda oldigan ta'minot ko'ngilni haqiqatan g'ash qildi. O'zing anglab o'tding. Urumchining normal sharoiti u pul yetmaydi. Ularning ballari bor, o'qiyotadi. Ballari bor, o'qiyotadi haqiqatan. Lekin biz shuningda his qilishimiz kerak. Bu kasbni biz bo'lsaqmi qadrlashimiz. Biz tozliqchi bo'lmasaqmi, o'zimizni har bir kishi bir tozliqchidek his qilishimiz. Yo'llarga tashlangan shu narsalarni biz ko'rganda olib qo'ysak, shu bir qarinishimiz, shu bir ota-onamizning o'rnidagi shu yordam qilgan bo'ldik. Andın bu akamızın bayanını anlap bo'lgandan keyin ko'nglimiz haqiqatan g'ash bo'lib, yana bir adimizni ziyorat qilib baqdi. Ziyorat qilganda bu adimiz deydi, o'zining bolalarining mash opasining tozliqchi bo'lib qolganligidan pushaymon qilgan. Ma otaning ko'ngli yerim bo'ldi ekan. Buningda bir adimiz bizga menda bir bayonlarni so'zlab berdi. Slavat qili 3 yil bo'ldi. Urumchiga chiqqili 10 yil bo'ldi. Bolalarım 65'te o'qiydi. Cho'ngi 5'te o'qiydi. Kichigi 3 sinfda o'qiydi bolalarimniki. Bolalarim haqiqatan mendan norozi. Maktab borganda shunday bolalar silishtirdi meni. Nima deb toza ishlaysiz, boshqa ish qilsang nima deydi. Bolam undaq qilsang bo'lmaydi, biz halol ish qilamiz. Aslida o'qitmasak bo'lmaydi, kelgusida sizlarda yaxshi o'qimoqdan biz nima qilgan, biroq bu tozliqmi yaxshi ekan. Endi xalqni suydigan xizmat ekan. Endi o'zimiz bilamiz endi. Jafoliq bo'lsa-mu, haqiqatan xizmatimizni suyamiz endi. Xizmatimiz yaxshi. Biroq bu kishilar qadrlamaydi bu tozliqni. Nima ish qilganda bu ixlar tashida oldi, sen nima ish qilsan? Hukumatning qo'lida bekor qolamiz. Biz keraksiz deb tashlagan qog'oz. Avla tekshirishda o'tmagandan keyin pul tutdi. Bu bizga nima tushundirdi? Biz ularga iqtisodiy yordam qilamiz. Bizning ularning yanchiqlik pulni elish haqqimiz yo'q. Shuning uchun hammamiz o'zimizdan boshlasak, menmi boshlasam o'zim, senmi boshlasan, boshlab kelayotgan bo'lsak, texim yaxshiroq bo'lsa,
Birsimiz beşimizga ta'sir qilsak, beşimiz o'nimiz bo'lsak. Shuning uchun biz ash tozliqchilarni tozliq qilayotganlarni o'zimizning ota-onasidek, o'zimizning qarindishidek hurmat qilishimiz. Qandaqdir vaqt kelsa, uning ko'z tutib turib, belə narsalarni tashlab angilding. Sen maş ishni qilmay nima ish qilsa, hukumat senga nimaga pul berdi? Am sen bir idora organda ishlab turib, sen kunda qil dashnam, japoying ustiga dek azobni kelsa, ishlamaysan sen. Ağla yana eğildi çıktı. Götürdü. Shunda. Agar biz tozliqchilarni asrab, mash soatdagi mash kishilarimizni hurmat qilmasak, oxiri qanday bo'ldi? Ya sening, ya mening, yoki uning. Har birimizning oilasidan birsimiz bütün yollarni, atrofni tozalaydiganlar o'zimiz tozliqchi bo'lib ketamiz. Shunlashqa biz muhitni suyishimiz kerak. Tozliq ishchilarini haqiqiy chin yuragimizdan qadrlashimiz kerak. Ularning kasbini xuddi o'zimizning kasbidek shunda darajada his qilib, tozliqni suyishimiz kerak, muhitni asrashimiz kerak. Biz tozliqni suyib, muhitni asraganimiz amaliyotda shu jafokash tozliqchilarga, shu tozliq ishchilarga azroq bo'lsin xizmat bismini yenikitib berishga shunday bir foydasi bor. Biz bu ishlarni eng avval o'zimizni, oilamizni, shundaqla millat hamma tang kuch chiqarib, qadamma-qadam ilgarilagan holda shunday bir pokiz muhitni shakllantirdi. Bu mening, sizning, hammamizning salomatligi, normal ishlab chiqarishimiz, turmushimiz, o'qitish ishlarimizga birinchi yaxshi asos sapaychi. Yo'l bergin yo'l izlaganlarga, sabirga oq yo'l tilar. Pul bergin pok mehrim bilan, yuksaklarga ketsin urlar. Ko'ngildan so'ng etsin ko'ngil, qiynamasin yurakni hasrat. Yozning oltin obdida hammamizga yog'sin omad. Bergin yo'l izlaganlarga, sabirga oq yo'l tilar. Qo'l bergin pok mehrin bilan, yuksaklarga ketsin urlar. Ko'ngildan so'ng etsin ko'ngil, qiynamasin yurakni hasrat. Yozning oltin obdida hammamizga yog'sin Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misronim Torbekdir. Misronim